Bismillahirrohmanirrohim. Bir kuni Umar ibn Xattob olim sahobalardan bo'lgan Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan taqvo o'zi nima deb so'radilar. Ey Umar, sen tikanli dalada yurganmisan? Dedilar Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu. Yurganman, dedi Umar ibn Xattob. Qanday qilib yurding? Etaklarimni yig'ib oldim. Nega bunday qilding? Tikanlar etaklarimni yirtmasligi va oyog'imga tikanlar kirmasligi uchun. Oyog'imga tikan kirsa qonatadi va og'ritadi. Shunda Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu dedilar: Taqvo ham shunday. Qarang, qanday javob berilmoqda. Tamsil yo'li bilan, ya'ni o'xshatish bilan, esda qoladigan bir misol bilan tushuntirilmoqda. Demak, taqvo tikanli bir dalada ko'ylagini yirtmasin deb etagini yig'ib, oyog'iga tikan kirib qonatmasligi uchun ehtiyot bo'lib yurishga o'xshar ekan. Shunday ekan, bir musulmon ham hayoti davomida tikanli bir yerda yurayotgandek yashaydi. Tikan deganda nima nazarda tutilgan? Haromlar, gunohlar. Haromga yaqinlashgan inson undan aziyat chekadi. Shuning uchun gunoh tikanlarini bosmasligimiz kerak ekan. Gunoh tikanlariga ko'ylagimizni ilintirmasligimiz lozim ekan. Diqqat bilan yurishimiz darkor. Ehtiyot bo'lib yursak, harom ishni ham qilmaymiz. Xushyor bo'lsak, gunohkor ham bo'lmaymiz. Alloh taolo barchalarimizni mana shunday ehtiyotkor, gunohlardan o'zini tiyib yura oladigan taqvodor bandalari qatoridan qilsin. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.